Assalomu alaykum ardoqli yurtdoshlar. Yaqinda hukumatimiz qo'shiqchilarni borgan har bir to'yiga qarab soliqqa tortish tizimini joriy etdi. Qo'shiqchilarning ko'pchiligiga bu narsa yoqmasa ham, men mana shu tizimni to'liq qo'llab-quvvatlayman, chunki O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi fuqarosi daromadini qanday topishidan, ya'ni qiynalib topadimi, qiynalmay topadimi, bundan qat'iy nazar topgan daromadidan soliq to'lashi kerak. Va mana shu qonunga bizda eng qiynalayotgan toifa byudjet sohasi xodimlari, o'qituvchilar, vrachlar va hattoki farroshlar ham har oyda o'zining o'sha kichkinagina maoshidan daromad solig'ini to'lab kelishadi. Shuning uchun qo'shiqchilar ham topayotgan daromadlaridan ko'p topsa ham, oz topsa ham, qiynalib topsa ham, qiynalmay topsa ham soliq to'lashi kerak. Shu bilan birgalikda mana shu xususda Shavkat Mirziyoyev hukumatiga meni taklifim bor edi. Xuddi mana shu tizimni masjidlarda imom bo'lib ishlaydigan, mulla bo'lib ishlaydigan odamlarga nisbatan ham joriy qilish kerak. Bilasiz, O'zbekistonda mullalar aqiqa, amri ma'ruf, janoza va hokazo diniy tadbirlarda pul evaziga qatnashadi. Bepulga birontasi bunday tadbirlarga bormaydi. Ya'ni tadbirni o'tkazayotgan tarafdan eng kamida $100 to 3000-4000 gacha olar ekanlar. 500 oladi, 1000 oladi, $600 oladi. Ya'ni mullalar ham borgan har bir tadbiriga qarab soliqqa tortilishi kerak. Nimaga endi qo'shiqchilar borgan har bir to'yga qarab soliqqa tortilar ekan-u, mullalar soliqqa tortilmas ekan? Sallalilarning shoxi bormi? O'zi aslida bu ikki toifa bir-biriga juda o'xshash, juda yaqin, deyarli bir xil desa ham bo'ladi. Ya'ni ikkalasi ham xalqni allalash bilan shug'ullanadi. Qo'shiqchilar qo'shig'i bilan allalaydi, mullalar o'zlarining uydirma rivoyat hadislari bilan allalaydi, uxlatadi. Qo'shiqchilar ham to'yga boradi, katta-katta pul topadi, soliq to'lamaydi davlatga. Mullalar ham amri ma'ruf, aqiqa, janoza va hokazo tadbirlarini o'tkazib beradi-da, pulini olib davlatga soliq to'lamaydi. Ya'ni bu ikki toifa o'rtasidagi yagona farq sallada. Qo'shiqchilarda salla yo'q, mullalarda salla bor.